Assalomu alaykum bizni hurmatli kuzatuvchi qadrdonlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Albatta Toshkentga ketishdagi birinchi postdan o'tgandan keyin albatta metanni ichida qurilgan novxonamizga sizga har doim reklama qilayotgan dumaloq apparatimizni eng zo'rini olib keldik. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda xudo xolasa bemalol kelib ko'rishingiz ham mumkin. Bu yerda sizga albatta tavsiya qilayotgan duxovka tandirimizni haqiqiysini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, obunachilar, bu yerda olib kelgan narsamiz o'ta zo'r. Albatta 5-avlod bo'ldi. Aylantirib, aka 1 minut. Aylantirib pishiradigan nonimiz bitta to'lishiga 55 ta 350 grammli nondan sig'adi. Buni ham yopgan joyingizdan olgan pishgan noningizni olganingizni unimdagi non yopishingiz mumkin va qolaversa bu elektrikdan emas. Bitta propan gaz ballonida 4 qop 5 qop non yopishinglar обязательно mumkin. Obunachilar, yana bir narsaga ahamiyat beringlar. Bu tandirni noni bilan birga bir chiqadi. Bemalol bizni hozir ekran ostidagi raqamlarimizga aloqaga chiqsanglar, unda WhatsApp, Telegram bor va promo telefon qilsanglar ham bo'ladi. Bizni shaxsan ishxonamizga bo'lmasa dastavka qilib bering, biz pulini tashab beramiz. Keyin shu yerda ham video orqali o'rgatib qo'yaverasiz desangiz ham обязательно bo'ladi. Shu narsani ko'p kishi bizdan so'rashyapti va telefon qilib va kommentariyada shu narsani so'rab o'tishyapti. Xo'p, obunachilar, biz hozir Toshkentga ketayotgan pervalimiz birinchi postdan o'tgandan keyin 10 qo'lda keladigan metan zapravkaning ichidamiz. Bu yerda akamiz 15 kun 20 kun oldin zakaz bergandilar. Mana shu bugunga nasib qilibdi. Xudo xolasa o'rnatib berdik. Buni mashq holatda elektrda ishlaydigani ham bor. Undan ham olmoqchi bo'lsanglar qilib beramiz. Bu gazda ishlaydi. Shuning uchun ko'p kishi so'raydi. Qadrdonlarim, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Inshaalloh sizlarga shuni singaring qilib birga bir tandirniki bilan xohlagan noningiz, xohlang ustiga suv qo'ymadan surkaysiz, xohlang surkamaysiz, xohlang suv sepib noningizni pishirasiz. Shu nonlaringiz ham bo'ladi. Qanaqa non bo'lishidan qat'iy nazar, misol Amerika noni bo'lmaydimi obunachilar? Yopishib bilsanglar bo'ladi. Yana bitta narsani muhimligini aytib o'tay. Bunga обязательно novoy bo'lishi shart emas. Qo'liga yopadigan repeda, ya'ni geznani ushashni bilsa bo'ldi. Xotirjam yopasiz, bir tomondan uzib olasiz. Xohlasangiz, yog'ingiz ko'p bo'lsa, bitta aylanishda, xohlasangiz 2 marta aylanishda nonni olishingiz mumkin. Ularda shunda do'stlar bo'lyapti. Bitta aylanishda necha minutda pishadi va hop, qancha shtuk bo'ladi degan savol. Bitta to'lishida 55 ta 350 grammli nondan oladi. Endi siz noningizni razmeri va grammiga qaraylik bu narsa. Bitta to'ldirib yopadigan bo'lsangiz 13 minut, uzog'i 15 minutda. Chunki to'g'ri tandirda ham nonni sifatli, rangli qilib uzib olaman deydigan bo'lsangiz ham kemi 20 minut vaqt ketadi. Bu nimaga? O'zim shaxsan 28 yilga stajimdan kelib chiqib aytmoqchiman. Obunachilar, shuning uchun buni olishda ikkilanmanglar. Kelinglar, gazini bosinglar, nish pulingiz bor, qadrdon. Keling, yopara keling, xudo xolasa men sizga zakat bering, men sizga o'sha narsalarni to'g'rilab beraman. Do'stim, hozir siz aytayotgan, hozir bu yog'liq aytdingiz-a? Albatta. 4 kilo yog'i bor nonni. Yo'q, umuman yo'q bo'lsa-chi? Bitta, uni ham eng qizig'i mana bu yerda tezlashtirib, sekinlashtiradigan narsamiz bor. Uni tushuntirib o'tiladi. Tezlashtirilgan holatda 7 minut, uzoq 10 minutda chapchon nonlarimiz xotirjam pishadi. Ichigacha pishadi. Birga bir pishmasa, mana shu duxovkamiz sizga sovg'a. Qadrdon, sizga albatta. Aytmoqchimanki, xudo xolasa juda zo'r. Meni bilasizlar, men o'zim avkatkadan chiqazib, o'zim sinovimdan o'tkazib, buni ipidan ignasigacha boshqa yasalayotgan jarayonni ko'rganligim uchun sizlarga tavsiya qilaman. Agar buni bitta joyida bitta nuqson, aybi nuqsoni bo'ladigan bo'lsa, men buni reklama qilmayman. Chunki sizga, menga buni naf tegmasa, foydasi yo'q. Shuning uchun qadrdonim, keling, ko'zingizga ishonmayapsizmi? Kelib yopib ko'ring. Xamiringizni olib kelasizmi yoki bizni xonamizda xamir qilib ko'rasizmi? Albatta bu sizning ishingiz. Uning uchun siz albatta ekran ostidagi raqamimizda WhatsApp, Telegramlarimiz bor. Shular orqali aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi va promo telefon qilsanglar ham bo'ladi va kelib mehmonimiz ketishingiz ham mumkin. Sog' bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin, like bosib, Novoy hamkasblarga shu narsamizni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Boringlarga shukr. Shu yergacha ko'rgan ko'zinglar hech ham dard ko'rmasin. Sog' bo'linglar.